Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xush keldingizlar Buxoro shahridagi Ohu Kids bog'chasiga. Qani bizning jajji muxlislarimiz? Sizni jajji muxlislaringiz sizni kutib xafa bo'lib ketib qolishdi. Ana Abdurahmonni ko'rdingmi? Ketib qolishibdi. Endi Buxoroda to'g'risi fanatlarimiz, muxlislarimiz juda ham ko'p ekan, bilmadik. O'sha azizga kecha qoldik. Ularga albatta zo'r sovg'amiz bor bizlarning. Albatta. Bizni bog'chamiz 300 ta bolajonlarni o'z bag'riga olishga mo'ljallangan. Bizni bolajonlarimiz uchun dietolog maxsus dastur yaratgan va 5 mahal to'g'ri ovqatlanish bo'yicha bular ovqat yeyishadi. Ko'rib turganingizdek, bizni xonalarimizda milliylik uyg'unlashtirilgan. Bu xonada bolajonlarimiz dars qilishadi. Keyingi xonada o'tib ular dam olishadi. Abdurahmon yoshing ustiga tushib ketdi. Mana shunaqa bog'chada katta bo'lgan. Bizni bog'chamizda har bir etajda mana shunaqa shart-sharoitlar mavjud. Ota-onalarimiz bolalarni kutib olishadi. Bog'chamiz hududi 24 ga 7 xavfsizlik nazoratiga olingan. Bu xona ingliz tili yo'nalishiga mo'ljallangan. Bu yerda bizada kiyinish xonasi ikki qismga bo'lingan. Bir qismida qizlar kiyinadi, shirmadan keyingi qismda yigit o'g'il bolalar kiyinadi. Biz bilasiz bolajon xalqmiz. O'sha uchun bolalarimiz zerikib qolmasligi uchun yozgi va qishki o'yingohlar tashkil qilganmiz. O'zbekistonda sportga bo'lgan e'tibor yuqori bo'lganligi sababli bizni bog'chamizda sport maydonchalari ham mavjud. Shu bilan bir qatorda ular uchun yozgi va qishki o'yingohlar yaratib berganmiz. Yaqin orada maktabimiz 1 oyda bitadi va 1-avgustdan qabul boshlanib bo'lgan hozir 1-avgustdan to'laqonli maktab ishga tushadi. Bizni maktabda jahon standartlariga javob beradigan eng malakali, oliy toifali o'qituvchilar dars beradi va bu yerda ingliz, rus va xitoy tilida darslar olib boriladi. Sog'lom avlod, sog'lom kelajak shiori ostida bizni bog'chamizda basseyn va tuzli xonalar ham mavjud. Jajji muxlislarimiz ketib qolibdi kelsak, Buxoroda chunki bizning ishimiz, azina syomkalarimiz ko'payib ketib qoldi, lekin ularga atalgan sovg'amizni albatta biz direktorga topshirdik. Albatta yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi. Bizning sovg'alarimiz ichida bu bolajonlarimizni darslik jarayoniga qo'shildi. Buxoroga biz o'zimiz tashrif buyurgan vaqtimiz ham bolajonlarimizga yo'l harakati intizomlarini o'rgatamiz va ularga hozirdan bu narsani tushuntirsak, kelajakda hech qachon yo'l intizomlarini buzmaydi. Shuhrat aka, avvalambor bizni bog'chamizga xush kelibsiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni jajji bolajonlarimizni ko'rib ketishga xush keldingiz va ular sizni kutib qolishdi, lekin ketdilar. Lekin sizga atagan sovg'alari bor. Jajji bolajonlarimizdan ajoyib sovg'alarni qabul qilib oldik. Ularni har qanday sovg'asi juda qadrli bo'ladi. Bolalikdagi bu xotira unutilmas bo'lib qoladi. Sizlarga kattakon rahmat, sizga ham rahmat kattakon. Ko'rdik, bog'chada juda ham qulay va imkoniyatlar yaratilgan. Bolajonlarimizni hozirdan kelajagi uchun beriladigan e'tibor juda yuksak.